bor. Yo oddiyroq narsa olaylik. Bitta telefonga yetadigan pulim bor. Lekin hozir ishlatib turgan telefonim ham yaxshi. Deylik 16, lekin men 17 ni xohlayapman. Menda o'sha oxirgi pulimga borib turib uni oldim. Yo nimaga men o'zim xohlayapman, ishladim, men bu pulga oldim. U bilasizmi qanaqa ekan? Odamni o'zini xohishini qildira olyapti, demak bu o'ziga narsani pazvalat qila oladi degani emas ekan. U ahmoqgarchilik agar sizni bu yoqda zaxirangiz bo'lmasa. Oxirgi pulingizga hech qachon narsa olmaslik kerak ekan. Bu narsani men sizga hozir minusini aytaman. Pulsizlik odamni fikrlashini toraytirib qo'yadi. Pulsizlik. Nimaga? Odamni arzonlashtirib qo'yadi. Pulingiz yo'q, siz uslugingiz $2000. $1000lik klient kelyapti. Lekin taqilib qolgan pul yo'q. Nima qilasiz? Olishga majbur bo'lasiz. Mana shu pulsizlikning oqibati. Pulingiz yo'q, nimadir fikr bildirishingiz kerak yoki nimadir o'ylashingiz kerakda, siz tor o'ylab qolasiz. Shu qo'rquv bor. Qo'lingizdan boy bermaslik. Bu sizga minusga ishlashi mumkin. Agar bu yog'ingizda pulingiz bor tursa, sizni miyangiz ham boshqacharoq ishlaydi. Ancha o'ziga bo'lgan ishonch awareness ham boshqacharoq bo'ladi.